Nega o'zbeklar, nafaqat o'zbeklar, balki butun O'rta Osiyoliklar nima uchun Germaniyada ishlashga oshiqishadi? Germaniyada ishlashning qanday afzalliklari bor? Birinchisi, yuqori darajadagi oylik. 2024-yil statistikasiga ko'ra, Germaniyada o'rtacha oylik 4100 evroni tashkil etgan. Ikkinchisi, ijtimoiy nafaqalar va premiyalar. Xodimlar asossiz ishdan bo'shatilishidan himoyalangan va pullik kasallik ta'tillari, ota-onalar ta'tillari va 3 yilgacha tug'ruq ta'tillari. Uchinchisi, nemis ish beruvchilari o'z xodimlarini rivojlanishga undaydilar va ko'pincha o'z xodimlari rivojlanishi uchun uzluksiz ta'lim kurslariga pul ajratadilar. Ha, bularning hammasini eshitgan xalqimiz Germaniyada ishlash orzusi bilan yashaydi. Lekin buni minus tomonlari borligi haqida hech o'ylab ko'rishmagan. Birinchisi, oylik baland bo'lgani bilan soha faoliyatiga qarab 45% gacha davlat solig'i undiriladi. Ya'ni 4100 evro topadigan bo'lsangiz, soliqlarni ayirib tashlaydigan bo'lsak, qo'lingizga taxminan 2300 evro atrofida oylik qoladi. Keyingisi ijtimoiy nafaqa, premiya va kvalifikatsiya kurslariga yo'naltirish. Bu faqat Germaniyada qonuniy mehnat shartnomasiga ega bo'lganlar uchun tegishli. Agarda boshqa davlatdan qochib kelgan, deylik, Polsha kartasi bilan Germaniya hududida ishlab yurgan odam bo'lsa yoki Latviya yoki deylik, Bolgariyadan qaysidir yo'nalish orqali kelib qolgan bo'lsa-yu, aynan shu ijtimoiy himoya, premiya yoki shu Germaniyada berilgan yuqorida sanab o'tilgan imkoniyatlardan foydalanadigan tushuncha bo'ladigan bo'lsa, shuni aytib o'tmoqchimizki, ushbu sanab o'tgan insonlarimiz bu imkoniyatlardan mahrum. Germaniyaga ishlashga kelish yana bir yo'nalishi bor. Bu deylik Latviyaga yoki Litvaga viza yoki VNJ karta bilan kelib, aynan ma'lum korxona bilan mehnat faoliyatini yuritayotgan bo'lsa va o'sha korxonaning Germaniyada qaysidir obyekti bo'ladigan bo'lsa yoki qaysidir soha yo'nalishida shu faoliyati bo'ladigan bo'lsa, ko'p holatda A1 komandirovka shu yo'llanmasi bilan Germaniya hududida ishlab yurishadi. Ular ham bu imkoniyatdan mahrum, sababi ular rasmiy ravishda qaysi davlatdan kelgan bo'lsa, o'sha davlatni nalogi va o'sha davlatni o'sha premiya deymiz, o'sha davlatda ko'rsatilgan imkoniyatlardan foydalanish olishi mumkin. Germaniyanikidan emas. Germaniyada qanday qilib qonuniy ishlash mumkin? O'zi umuman Germaniyaga qanday qilib to'g'ridan-to'g'ri mehnat vizasini olish mumkin deganlar uchun birinchi o'rinda til bilish shart. Tilni nemis tilida gaplashib turgan bo'lsangiz, lekin qo'lingizda hujjat bo'lmasa, buni ham foydasi yo'q. Qo'lingizda kamida B1 yoki B2 nemis sertifikati bo'lishi shart. Germaniya hududida, o'zi umuman Yevropada boshqa davlat vizasini olib, boshqa davlatga o'tib ishlab yuraman degan tushunchada bo'lgan insonlar yoki aynan shu holatga tushib qolgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, maslahat beramizki, qaysi davlatga viza olgan bo'lsangiz, iloji boricha o'sha davlatda va sizga mehnat shartnomasini bergan korxonada faoliyat yuriting. Aynan shu holat qonuniy hisoblanadi. Agarda siz deylik Polsha vizasini olib Germaniyaga o'tib ketgan bu va Germaniyada qaysidir yo'nalishlarda yollanma ishchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, shuni bilib qo'ying, siz hech qanday himoyada emassiz. Xohlagan birinchi o'sha duch kelgan inson sizni ishlatib oyligingiz bermasligi mumkin. Xohlagan joyingga arzda deyishi mumkin. U holatda siz qo'lingizdan hech narsa kela olmaydi. Siz politsiyaga arz qilgan taqdiringizda ham birinchi navbatda aybdor o'zingiz bo'lasiz. Sababchi yolg'iz o'zingiz bo'lasiz. Shu ishlarni tashkillashtirishga sababchi bo'lgan shaxs sifatida ko'rinasiz. Bu albatta o'zingiz uchun yomon. Sizga bu deport choralari ko'rish mumkin. Deport berilgan taqdirda qayta vizaga topshirish imkoniyatlaringiz pasayib ketadi. Iloji boricha bu holatdan saqlaning. Germaniyada ishlash uchun har xil taklif berayotgan qanday shaxslardan yoki qanday firmalardan saqlanish kerak? Shaxsan o'zimning tajribamda bo'lgan holatda sizga tushuntirib berish mumkin. Yurtdoshlarimizni aynan shu o'zimizni vatanimizga kelib aldab ketishgan holatlari ham bo'lgan. Ya'ni o'zining korxonasiga ish kerakligi haqida va kimnidir ushlab oladi, o'sha odamni vositachi qilib, o'sha menga 5 ta odam topib ber, 6 ta odam topib ber. Boshida shuncha xarajat qilasanlar, bo'ldi. Men o'tdan hujjat jo'natma, vizani jo'nataman, orqamdan yetib olasanlar degan holatlar ham bo'lgan. Ular to'lov qilishgan, biroz vaqt o'tgandan keyin to'lovni katta qismini olish uchun aynan o'sha qo'shtirnochidagi shaxslar tomonidan video lavha jo'natilgan ularga. Ya'ni u yerda ko'rsatilganki, mana sizni til sertifikatingiz tayyor,
vaholanki u o'qimagan, nemis tilini bilmaydi. Sizni mana o'sha kvalifikatsiya, o'sha ma'lum soha bo'yicha sertifikatingiz tayyor, mehnat shartnomangiz tayyor, o'sha Germaniyada ishlashingiz uchun ruxsatnoma tayyor va mana siz vizangiz deb qalbaki stikerni, nakleykasini ko'rsatishgan va buni sizga jo'natamiz to'lovi qilganingizdan keyin va sizga bank shot beramiz. Siz o'sha bank shotga ma'lum miqdorda pul o'tkazishingiz kerak. U sizning shaxsiy bank shotingiz hisoblanadi. Gaplarni gapirishgan. Agar o'sha holatda shu biz ularni shu tomondan qaytarmaganimizda, ya'ni to'lov qilmaslikka oldini olmaganimizda 100% aldangan bo'ladi. Sababi hisob raqam qanaqa bo'ladi? Bank va mijoz o'rtasida o'zaro sir bu. Hisob raqam qaysidir shaxsga ochilib, qaysidir shaxs orqali berib olinadigan narsa emas. Bank hisob raqam beradi, o'sha hisob raqamga o'zingiz kassaga borib to'lov qilishingiz mumkin. Hisobingizni o'sha hisob raqamiga to'ldirishingiz mumkin. Bu siz bilan bank o'rtasidagi munosabat. Lekin qaysidir shaxs sizga bu holatda vositachi bo'la olmaydi. Ikkinchisi, O'zbekiston fuqarolari uchun O'zbekistonda Visa Metric degan viza markazi bor. Germaniyaga mehnat faoliyati yuritmoqchi bo'lsangiz, Germaniyada to'g'ridan-to'g'ri rabochiy vizasini olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, aynan o'sha joyga borib vizaga topshirish imkoniyatlaringiz bor. Sizga qaysidir davlatdan pasportingiz uchun yopishtirishingiz uchun stiker, vizani jo'natish imkoniyatlari qo'yilmagan. To'g'ridan-to'g'ri viza sentrga borib, qonuniy ravishda hujjat topshirish imkoniyatlaringiz bor. Ya'ni demoqchiman, aynan shunaqa taklif bilan chiqadiganlardan ehtiyot bo'ling. Bu taklif bilan asosan hozirgi vaqtda Ukraina fuqarolari shug'ullanishmoqda. Juda ko'p shu holatlarda duchyormiz. Ularning yana bitta belgilari juda katta oyliklarni taklif qilishadi. Juda ham katta oyliklarni. Lekin oylik taklif qilganda ulardan bu nalogdan tashqarimi yoki nalog bilan siz ular toza olasiz. Shuncha oylik, shunga o'xshash har xil takliflarni berishadi. O'zi umuman onlayn ishlashdan chegaralanishlarni tavsiya qilamiz. Onlayn ishlash bu tayini bo'lmagan, shaxsiyatini bilmaydigan, o'zi umuman ofisini ham bilmaydigan odamlar bilan ishlashdan qaytaramiz. Sababi bu yerda pul bilan bo'ladigan munosabatlar bor yoki sizga soxta hujjat tayyorlab bersa-yu, siz elchixonaga topshiradigan bo'lsangiz, elchixona soxta hujjatli olib kelganingizni, qayta va qayta soxta hujjat berayotganingizni bilgan elchixona yoki viza center sizga chora ko'rish holatlari bor. Shularni barchasidan chegaralanib, undan ko'ra tayini bor. O'zi ma'lum bo'lgan odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashga tavsiya qilaman. Nima bo'lgan taqdirda ham yurtdoshlarimizga o'zimizning pozitsiyamizni ma'lum qilmoqchimiz. Qaysi davlatda ishlamoqchi bo'lsangiz ham, qaysi korxonada ishlamoqchi bo'lsangiz ham, aynan o'sha korxonada va o'sha davlatda ishlash pozitsiyasida turing. Chunki aynan shu holat qonuniy hisoblanadi. Agarda Germaniyada aldanib qolgan yoki umuman boshqa davlatlarda aldanib qolgan va viza bilan bog'liq bo'lgan savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, marhamat bering. Malakali menejerlarimiz, ekspertlarimiz bor. Maslahatlarni berishadi, yordamlarni berishadi. Agarda Germaniyada ishlamoqchi bo'lsangiz, nemis tilini o'rganing. Til sertifikatini oling. B1 yoki B2 sertifikatini oling. Germaniya tomonidan O'zbekiston uchun maxsus dasturlar orqali mehnat vizasini olish imkoniyatlari bor. Aynan shu yo'ldan foydalaning. Qaysidir insonni va'dalariga uchib yoki kimgadir tanimagan odamingizga to'lovlar qilib, bu holatdan cheklanishingizni, o'zingizni himoya qilishingizni tavsiya qilaman.